Inson tug'ilishi bilan uning kamoloti uchun maqsad qo'yiladi. Jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadigan, inson taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadigan mas'uliyatli kasb egasi bo'lishi uchun eng avvalo ota-onalar, keyin esa ustozlar yetaklay boshlaydi. O'qituvchi yosh avlodga bilim berib, ularni mustaqil fikrlashga, ezgulik va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga hissa qo'shadi. Tarbiyachi esa bolalarning ilk dunyo qarashi, odobi hamda insoniy fazilatlari shakllanishida muhim o'rin tutadi. Rahbar jamoani bir maqsad sari yo'naltirib, mas'uliyat va tashabbus bilan ish olib boradi. Deputat esa xalq vakili sifatida fuqarolarning manfaatlarini ifodalash, ularning murojaat va muammolarini o'rganish hamda yechim topishga ko'maklashish vazifasini bajaradi. Bularning barchasini birlashtiradigan jihat inson manfaatiga xizmat qilish, mas'uliyat, fidoyilik tuyg'ularidir. Uzoq yillardan buyon Buxoro shahridagi bir nechta maktablarga rahbarlik qilib kelganlarini ham bilaman va doimo mana shu u kishi rahbarlik qilgan jamoada doimo ahillik va peshqadamlik, jamoada demak doimo yangiliklarni ishga solish, mana shu ilm fan sohasidagi yangiliklarni ham pedagoglar faoliyatiga jalb qilish bo'yicha yaxshi tajriba bor va u kishi inson sifatida ham juda ham olijanob inson deb bilaman. Mana ilmiy tadqiqot ishlarini olib bordilar bizni rahbarligimizda. Juda ham tirishqoq va mana hozir PhD ilmiy darajaga ega bo'lgan o'qituvchilarimizdan biri. Umuman ilmiy faoliyat bilan amaliy faoliyatni birgalikda olib borishga doimo harakat qiladilar va buni natijasi sifatida albatta u kishini mana shu mehnat faoliyatida bu o'zini natijasini berib kelmoqda. Shu bilan birgalikda mana deputat sifatidagi faoliyatlari bilan ham yaqindan tanishman. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashi deputati, juda faol bir deputatlardan biri. Umuman Buxoro xalqi orasida o'ziga xos hurmat va e'tiborga ega bo'lgan insonlardan biri. Gulchehra Ravshanovani davr qahramonlari ko'rsatuviga tavsiya etaman. Gulchehra Ravshanova 1961-yilda Buxoro viloyati Qorako'l tumanida tavallud topgan. Millati o'zbek. 1986-yilda Buxoro davlat pedagogika institutini tamomlagan. Ma'lumoti bo'yicha mutaxassisligi matematika fani o'qituvchisi, ilmiy darajasi falsafa fanlari doktori, ilmiy unvoni falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent. Xalq deputatlari viloyat kengashi deputati. Dastlab faoliyatini 1980-1981 yillarda Buxoro shahridagi 23-son umumiy o'rta ta'lim maktabida kotibalikdan boshlagan. 1982-1986 yillarda Buxoro shahridagi 1-son bolalar uyida tarbiyachi bo'lib ishladi. Shundan so'ng 1996-2019 yillarda Buxoro shahridagi 35-son umumiy o'rta ta'lim maktabida direktor va 2019-yildan hozirgi vaqtga qadar Buxoro shahridagi 29-son umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori lavozimida faoliyat yuritib kelmoqda. Shu kasbni tanlashingizga nima yoki qanday omillar sabab bo'lgan? Men 1-sinfda Buxoro shahridagi 17-maktabga borganman. Ustozimiz Mariya Gudayevna Sulaymonova bo'lganlar. Shunaqa qattiqqo'l, shunaqa o'qituvchi sifatida birinchi marta sinfga kirganimda bizga bo'lgan e'tiborlari va biz bilan shunaqa alohida ishlar edilar. Men eslasam, shu urug'iga berish kerak bo'lgan so'zlarni doskaga yozib, urug'ini qo'yib, keyin bizga gapirishni o'rgatar edilar. Talaffuzimizgacha e'tibor berar edilar. Yozuvimizga mana darsdan keyin qo'shimchalar, u vaqtlar kun uzaytirilgan guruhlar bo'lardi. Guruhda qolib, husni xatimizga ham e'tibor berardilar.
man mana shu ustozni ko'rib nima qilib shunday bir xulosaga kelganman, albatta men ham kelajakda o'qituvchi bo'laman. Keyin o'qishimni Buxoro shahridagi 23-maktabda davom ettirganman. Mana shu maktabda maktab direktorimiz, Alloh rahmat qilsin, ustozimiz Mahmud Sadiqovich degan ustozimiz bor edilar. Direktor sifatida shu kishini bitta tajribalariga judayam havasim kelgan. Qanaqa? U kishi 1-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan bolalarni hammasini tanir edilar. Va hammaga familiyasi bilan murojaat qilar edilar. Bundan tashqari biz yuqori sinfga o'ta boshlaganimizdan keyin bolalarni qobiliyatiga qarab yo'naltirardilar va o'qituvchilarga topshiriq berardilar. Bu bolaning qobiliyati ona tiliga juda ham yaxshi, buniki fizika, matematika. Men maktabda ximiya fanini juda ham yaxshi ko'rganman. Vrach bo'lmoqchi edim, shifokor bo'lmoqchi edim. Lekin hayot taqozosi shunday bo'ldiki, bizda o'sha vaqt Buxoro shahrida meditsina yo'nalishidagi institut yo'q edi. Toshkentga borish kerak bo'lgan edi. Shuning uchun men o'qituvchilikni tanlaganman. Lekin ustozimiz Mahmud Sadiqovich, Atoyev ustozimiz bor edilar. Rayhon akimni, bular hammasi Alloh rahmat qilsin, zabardast ustozlar edi. Mana shu ustozlarning ta'limini olganman. Shular hayotimda mana shunday o'quvchilarni tarbiyalay biladigan, ularni yo'lga boshlash darajasiga yetkazishga menga saboq bergan ustozlarim deyman. Va hammaga aytgan bo'lardimki, ustoz ko'rgan shogird albatta juda katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritadi. Rahmat. Sizningcha yaxshi o'qituvchi ko'proq bilim beradimi yoki komil insonni tarbiyalaydimi? Endi yaxshi o'qituvchi komil insonni tarbiyalash kerak. Nimaga? Chunki bizga ota-onalar farzandini o'zini dunyodagi bebaho gavharni nishonib beradi maktab o'qituvchisiga. Va ota-ona bizdan mana shu farzandini kamolga yetish darajasiga yetkazishni kutadi bizdan. Agar biz maktabda bolalarimizni nafaqatgina bilim, ularni tarbiyasi, odob axloqi, ota-onaga munosabati, hurmati, vatanga bo'lgan munosabati, el yurtga bo'lgan munosabatini o'stira olsak, komil inson bo'ladi. Va albatta, agar maqsad o'qituvchi faqatgina bilim berishga, ta'lim berishga keladigan bo'lsak, biz u yerda komil inson tarbiya olmaymiz. Nimaga? Chunki biz o'quvchiga dars berish jarayonida har xil holatlar bo'ladi. Bolani tushkunlik holati bo'ladi, oilaviy mojarolar bo'ladi, oiladagi muammolar bo'ladi. Agar komillik sari yetaklaydigan o'qituvchi bo'lsa, o'sha o'quvchidagi o'sha kemtik narsalarni ko'ra oladi va o'shanga qarab harakat qiladi. Mana shu yerda komillik darajasi bor. Mana shu yerda yana bitta narsani aytib ketmoqchiman. Men mana shu maktabga kelganimga endi 7-yil bo'lyapti. Shu maktabni sobiq o'quvchilari doimo qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar menga bitta savol beradi ular. Bizni shu maktabda ishlagan Firuza Qodirovna degan ustozimiz bor edilar, borlarmi deb so'raydi. Bilasizmi? Firuza Qodirovna hozir ham ishlayaptilar, oliy toifali. Men nima uchun bu narsani hozir eslayapman? O'sha o'quvchilarni komillikka yetishtirganlar. Ularga faqat bilim bermaganlar. O'quvchi qachon o'qituvchisini doimo eslaydi. Hayotda o'z o'rnini topishda sizni hissangiz bo'ladigan bo'lsa, u sizni doim eslaydi. Albatta, u qalbi bilan. Chunki kim bo'lishidan qat'iy nazar birinchi shu bolasini olib keladimi, nabirasini olib keladimi? Birinchi hammasi beradigan savol. Men hayron qolaman. Shunchalik darajada Firuza Qodirovna mana shu yerda o'qigan barcha o'quvchilarni qalbidan joy olib bilganlar. Haqiqatdan ham biz u kishiga ko'pincha
10-11 sinflarni sinf rahbarligini beramiz. Qat'iyatlik, intizomni talab qiladigan, shu bilan birgalikda bolalarni komillikka yetaklaydigan va ota-ona bilan munosabatni to'g'ri qilib, bolalarni 11-sinf tugatayotgan bitiruvchilarni haqiqatdan ham shu maktabni bitiruvchisiman degan mavqega ega qiladigan ustozlar. Rahmat. Yana bir savol tug'iladiki, bugungi kunda shu o'g'il-qizlarga ta'lim tarbiya berishda juda katta tajribaga, bilimga ega bo'lish talab etiladi. Aynan o'quvchilarga bilim berishda ularning e'tiborini jalb qilish qiyinmi yoki bo'lmasa ularga bilim berish qiyinmi? Ularni jalb qilish qiyin. Nimaga? Chunki hozirgi paytda mana biz bilamizki, global muammolardan biri bu internet tarmoqlari. Bolalarimiz o'sha zukko, bilimli, chaqqon bolalar internetdan ko'p narsani oladi. Va bilim berayotgan o'qituvchi uni talabiga javob bermasa, u o'qituvchini hurmat qilmay qo'yadi. Shuning uchun ustoz o'quvchidan ortiqroq bilimga, ortiqroq mavzular bo'yicha to'laqonli bugun o'tadigan mavzusini zamon talabiga mos to'laqonli bilish kerak. Agar o'quvchilarda shunaqa bir xususiyat borda, yangi keladigan o'qituvchini bilimini sinash uchun turli manbalardan savollar berib ko'radilar. Agar o'qituvchi bilimli bo'lsa, bu savollarga javob bera olsa, o'quvchining hurmatini qozona oladi. Mana maktabimizda shunday o'qituvchilarimiz bor, yosh. Mana men 3-kursda o'qiydigan talabani ishga olganman. 2 yil oldin. Matematika o'qituvchisi kerak edi. Ta'tilga chiqib ketuvdilar o'qituvchimiz. Shunda juda ko'p o'qituvchilarni tanlovga chaqirdim, lekin shu bolada to'xtaldim. 3-kurs talabasi bo'lsa ham bilimli, juda tirishqoq, xato qilmagan ekanim. Bilasizmi? Hozir mana shu o'qituvchimiz 2026-yil institutni tugatdilar. 2 yil davomida oddiy o'qituvchi sifatida ishlagan bo'lsa ham, ota-onalarni, bolalarni shunchalik darajada mehrini qozondiki, bolalarimizni xalqaro olimpiadaga tayyorladi. O'zi o'qituvchilar orasida o'tkazilgan matematika olimpiadasida viloyat miqyosida 3-o'rinni oldi. U men talabaman, meni hali bilimim yetarli emas deb o'tirgani yo'q. Lekin 26-yil tugatishi bilan ikkinchi toifaga berdi. Avgust-dekabr oylarida va 2026-yilni yanvar aprel oylaridagi attestatsiyada 1-toifani oldi va 70% ustamaga ega bo'ldi. Bu uni tirishqoqligi, bu uni harakati va uni yana bitta jihati shundan iboratki, bu o'quvchilarga, mana o'zi dars beradigan o'quvchilarga o'zini sohasida eng zo'r ustoz ekanligini ko'rsata oldi. Va mana endi o'shani o'quvchilari 10-sinfda 2025-26 o'quv yilida biz 10-sinfda variant sinf ochganmiz. Matematika va ingliz tiliga yo'naltirilgan. Ishonib o'sha o'qituvchiga bergan edim shu sinfni. 10 soat matematikasi. Va mana shu o'quvchilarni 3tasi SAT imtihoni. Bu SAT degani biz bilamizki matematika bilan ingliz tili. Va o'sha uchala o'quvchi 189 ball SATdan 1300-1320 ball olib, hozir ular talaba. Ular xalqaro institutlarga tayyorgarlik darajasida. Men buni aytishimning sababi o'quvchilarni nafaqat bilimi bilan, balki ularni qiziqishi bilan o'zidagi bor shijoat, tirishqoqligini ko'rsata olsa, biz o'quvchilar orqamizda ergashtira olamiz. Mana shu narsa o'qituvchida mujassam bo'lishi kerak. Mana shu mujassamlik o'qituvchini buyuklikka yetaklaydi. Qarang, oddiygina hali 22 yoshida, lekin shuncha yutuqlarga ega.
shuncha o'quvchilarni ota-onalar hozir hamma so'rab keladi. Biz bolamizni Asadbek ustoz dars beradigan sinfga qo'ymoqchimiz. Qayerdan eshitdingiz? Ha, mana qo'shnining bolasi o'qiydi, shu kishiga ta'lim beradi yoki qarindoshimning bolasiga ta'lim beradi. Ko'ryapsizmi? Ustozlarni, o'quvchilarni kelajakda hayotda o'rnini egallashi beqiyos o'rin egallaydi. Men 23 yil Buxoro shahridagi 35-maktabda direktor bo'lganman. U yerda o'qituvchilarim salohiyati juda kuchli, nafaqat respublikada, balki xalqaro miqyosdagi bilim cho'qqalarini egallagan o'quvchilarimiz bor edi. Noyabr oyida 35-maktabni o'quvchisi xalqaro olimpiadada, ximiya olimpiadasida o'rin egalladi. Ishonasizmi? Bir tomondan men juda xursand bo'ldim. Shunday yutuqlar, kutilgan yutuqlar edi. Biz harakat qildik necha yillar davomida. Bu 23 yillik mehnatning mahsuli edi. Lekin afsus, men u maktabda emas edim. Keyin bu yerga kelgandan keyin, bilasizmi, inson har bir joyga borgandan keyin o'zidan iz qoldirish kerak. U maktabda men o'zimning missiyamni o'quvchilar bilim darajasini ko'tarishni belgilagan bo'lsam, bu yerda kelgandan keyin men endi o'qituvchilarning salohiyatini ko'tarishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Endi bilasizmi, xalqaro miqyosda chiqaradigan o'qituvchisi ham xalqaro miqyosda bo'lishi kerak. Uni bilim darajasi endi bakalavr emas, magistr emas, endi ular doktorlik, magistr darajasidan doktorlik lavozimlari darajasida bo'lishi kerak. Chunki mana doktor PG, DS oladigan ustozlar o'zini ustida ko'p ishlaydi. Ilmiy maqolalar yozadi, ilmiy seminarlarga boradi va ilmiy seminarlar hozirgi paytda xalqaro miqyosda, turli davlatlarda. Demak, o'qituvchilar shunaqa darajada bo'lsa, o'quvchisi nima bo'ladi? O'quvchisi ham shu darajaga harakat qiladi. Chunki u ko'p narsani o'rganadi. Mana yana bitta misol, shu maktabga kelgandan keyin 2020-yildan boshlab o'qituvchilarimni magistraturada o'qish yo'lga qo'ydik. Allohga shukr, magistraturani tugatib, mana ilmiy darajalar olgan o'qituvchilarimiz bor. Endi o'ylab qoldim, magistraturani tugatgandan keyin ko'psi oliy ta'lim dargohlariga keta boshladi. Keyingi bosqichdagi o'qituvchilarga men aytdim, yo'q, hurmatli ustozlar, endi boshqacha yo'l tutamiz. 2020-yilda o'sha o'qituvchilarni magistraturaga o'qishga qo'ya boshlagandan keyin menda bir fikr tug'ildi. Mana prezidentimizning farmonlari bilan erkin tinglovchi sifatida ilmiy daraja olish yo'lga qo'yildi. Birinchilardan bo'lib ariza topshirib 2023-yilda 62 yoshimda falsafa fanlari doktori unvonini oldim. Ustozim Husaynova Abira Amanovna. Mana shu unvonni olganimning sababi mana shu maktabdagi o'qituvchilarni va maktabda ishlayotgan direktorlarni shunday ilmiy salohiyatga ega bo'lishlarini istadim. Bu ham ustozni shogirdlarga ko'rsatgan bir yo'li deb o'ylayman. Endi bu ilmiy ish qilishimdan maqsad qayergadir oliy dargohga borib ishlash emas, o'zimni o'qituvchilarimni maktablarda ilmiy darajaga ega bo'lgan o'qituvchilar ishlasin xohladim. Nimaga? Chunki ilmiy darajaga ega bo'lgan ustoz o'zini orqasidan shunaqa zabardast shogirdlarni yetkazadiki, ular ham harakat qiladi. Mana hozir shu paytda shunday shogirdim bor. Mana hozirgi paytda Ibn Sino maktabiga direktor bo'lgan Boltayeva Qambar Abdullayevna ilmiy ish qilib, yaqinda ilmiy ishini yo'qlaydi. Yana o'zimning maktabimdan boshlang'ich sinf o'qituvchimiz magistraturani tugatdilar. U kishi ham mustaqil tadqiqotchi bo'lib, hujjat topshirish arafasida. O'zimda ona tili adabiyot o'qituvchim, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarim, magistraturani tugatgandan keyin Buxoro davlat pedagogika institutiga doktoranturaga kirdim va hozirgi paytda maktabda
doktorantura bilan birgalikda maktabda ishini davom ettirmoqchi. Nima uchun? Maktablarda endi mana shunaqa ilmiy darajaga ega bo'lgan professorlar ishlashi kerak. Ota-ona bizga farzandini ishonyaptimi? Demak, uni ishonchini oqlash darajasini biz mavqeni ko'tarishimiz kerak. Endi oddiygina faqatgina dars berish bilan emas, balki dunyo miqyosida ularni salohiyatini ko'tarishni o'rganishimiz kerak. Mana o'qituvchilarga juda yaxshi imkoniyatlar berilyapti. Mana xalqaro ishonch tadqiqoti olib borilyapti. Shu tadqiqotda maktabimizning 4 ta o'qituvchisi ishtirok etyapti. Xo'sh, bu nimadan iborat? Bu o'qituvchilar xalqaro tadqiqotda o'rganib, maktabda har qaysi 10 ta o'qituvchini olib, o'rgangan bilimlarini ularga o'rgatish kerak. Endi bu yerda qarang, ishonch tadqiqoti nafaqatgina ilmiy, balki moddiy jihati ham bor. Ya'ni o'qituvchiga o'ziga xususiy mana alohida notebooklar beriladi, ishlash uchun elektron doska beriladi va ularni 10 ta o'qituvchini o'qitish uchun ham mablag' to'lanadi. Ko'ryapsizmi? Bu oddiygina ilmiy jarayon emas. Bu ham moddiy, ham ma'naviy, ham ilmiy darajani yuqoriga ko'tarish deb o'ylayman. Rahmat. Dunyodagi barcha insonlar farzandlarini yoki bo'lmasa ularning kelajagi porloq bo'lishini istaydi. Jumladan masalan ota-onalar ham, o'qituvchilar ham farzandlarini komil inson bo'lishini xohlaydi. Mana shu jarayonda eng dastlabki mas'uliyat kimda bo'ladi? Ota-onadami yoki o'qituvchilardami? Bu mas'uliyat ikkala tarafda ham bo'ladi. Albatta, agar ota-ona bilan o'qituvchi yo'nalishni bir xil tanlasa, bir-birini qo'llab-quvvatlasa, bola komil inson bo'la oladi. Bizda salbiy holatlar ham uchrab turadi. O'qituvchilarni masalan ota-ona tomonidan o'qituvchini gapi noto'g'ri deb tan olinishi yoki o'qituvchini ota-onaga bolasiga bergan tanbehlarni to'g'ri qabul qilmasligi holatlari ham bor. Shuning uchun ham agar ota-ona maktab o'qituvchisi bilan, maktab jamoasi bilan birgalikda hamkorlikda ishlasa, juda katta yutuqlarga. Biz mana o'quvchilarimizni yutuqlarini hammasini ota-onalar bilan birgalikda erishganmiz. Chunki bizni qo'llab-quvvatlaydigan ota-onalar. Biz ota-onalarimizni hurmat qilamiz. Ularni fikrlarini, ularni e'tirozlarini qabul qilamiz va ular bilan birgalikda mana shunday yetuk, barkamol insonni kamolga yetkazamiz. Chambarchas bog'liq narsa. Rahmat, siz katta jamoaga rahbarlik qilishdan oldin bevosita darsda ishtirok etgansiz, o'quvchilar bilan mashg'ulotlar olib borgansiz. Aynan mana shunday jarayonlarda kichik o'zgarishlar, ya'ni o'quvchilarning kichik o'zgarishlari sizga katta saboq bo'la olganmi? Maktab faoliyatimni oddiygina kotibalikdan boshlaganman. Maktabda kotiba bo'lganman, undan keyin yetakchi bo'lganman, o'qituvchi bo'lganman. Buxoro shahridagi 32-maktabga ish so'rab borganimda ustozimiz Olga Fayziyevna, direktorimiz, ish bor, faqatgina o'zbek sinflarida emas, rus sinflarida. Agar ishlayman desangiz, rus sinflarini beraman. Ikkilanmasdan, endi men shaharda o'qiganman, rus tilini mukammal bilganim uchun qo'rqmasdan rozi bo'lganman. Bilasizmi, men o'sha rus sinfini olganman, sinf rahbarlik ham qilganman, dars ham berganman. O'sha yerda ota-onalar kechqurunlar vaqtlar bunaqa ijtimoiy tarmoqdagi hozirgi holatlar yo'q, uy telefonlari bo'lardi. Kechqurun uyga telefon qilardilar. Гуля Мухаммедовна, пожалуйста, помогите. У нас не получается, мы не можем решить задачу или пример, пожалуйста, помогите. Mana shu paytlarda o'quvchilar bilan ishlash jarayonlarida, demak darsda men o'quvchilarga mukammal
ko'p narsani yetkaza olmaganligini tushunganman va ertasiga darsga tayyorlanish darajasida o'sha xatolarimni ota-onalar uyga telefon qilganda mana ko'rasiz-ku qaysi narsani xato qilgansiz yo bola nimani tushunmayapti. Biz matematiklarda shunaqa bir nima bor, yozma ish olsak bolalarimizni kamchilik ko'rinadi. Ya'ni qayerda agar bolalarni 50-60% bitta mavzuda xato qilsa, demak o'qituvchi o'sha mavzuni to'liq bera olmagan bo'ladi. Shuning uchun albatta o'qituvchi o'zini xatosini tuzatib borishni o'rganishi kerak. O'sha o'quvchilarimdan hozir juda ko'plari 45-50 yoshlarda hozir ular ancha mavqega ega, juda katta mansablarda ishlaydigan o'quvchilarim bor. Qayerga borishimdan qat'iy nazar albatta o'quvchim chiqadi. Ustoz, siz bizga dars bergansiz. Ustoz, siz bizga direktor bo'lgansiz. Ustoz, biz sizni yaxshi ko'ramiz. Mana Facebooklarda, Instagramlarda maktabimiz to'g'risida maqolalar qo'yamiz, jarayonlar qo'yamiz. Shunda o'quvchilarimiz yozadi. Siz bizga bunaqa qilgansiz, juda oliyjanob edingiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Bu albatta ustoz uchun berilgan eng katta yutuqni o'zi ana shu. Ustoz, bilasizmi? Ustoz hech qachon hech kimdan hech narsa kutmaydi. Faqatgina ota-onalarni, o'quvchilarni u haqdagi fikrlari ustoz uchun katta yutuq. Rahmat ajoyib fikrlar uchun. Bugungi kunda ta'limda aynan nimani o'zgartirish imkoningiz bo'lganida eng avvalo shu dargohda nimani o'zgartirgan bo'lar edingiz? Bilasizmi? Islohotlar juda ham jadal ketyapti. Mana oldinlar biz juda ko'p narsani orzu qilardik. Maktabda bunday bo'lsin, maktabda ana bu o'zgarish bo'lsin derdik. Qarang, hozir qanchalik mana sinflar hammasi kameralashtirilgan. Darslarni tahlil qilish, o'quvchilar kirishi ham Face ID. Ota-onalar o'z ixtiyori bilan maktabga kirishga ruxsati yo'q. Bu davlatimiz tomonidan islohotlar darajasida belgilandi. O'qituvchilarga berilayotgan imkoniyatlar ham juda keng bo'ldi. Yana bitta misolni aytmoqchiman. Mana maktablarda byudjetdan tashqari mablag' topish evaziga shu yil biz maktabni ta'mirini ota-onalarni yordamisiz amalga oshirdik. Endi bilasizmi, nimalarni o'zgartirmoqchi bo'lardim. Agar maktablarda mana bilasizmi, sport maydonlarimiz bor, Allohga shukr. Sport zallarimiz bor, faollar zallarimiz bor, bular bor. Lekin endi o'zgartiradigan narsam biz hozir ijtimoiy tarmoqlarda o'quvchilarimizni kamroq o'tirishlarini istar edik. Ko'proq kitob o'qishlarini istar edik. Bilasizmi, nima uchun? Chunki men o'zim ham ijtimoiy tarmoqdan ko'ra bitta kitobni sahifalab o'qisam, yana o'zimga nimadir yangilik ochaman-da. Ijtimoiy tarmoqda siz relslar qo'yiladi, qisqa metrajli filmlar beriladi. Ular qanaqadir bir inson ongini o'stiradigan narsa emas. Ko'proq kitob o'qishni yo'lga qo'yardim. Statistik ma'lumotlarga agar nazar soladigan bo'lsak, eng kitob ko'p o'qiydigan davlat Yaponiya ekan. Bilasizmi? Haftada 5-6 ta kitob o'qilar ekanda, men keyin o'zimiz bilan solishtirdim. Bizda haftada emas, oyda bitta kitob o'qilsa ham oilada demoqchiman. Men faqat bolalarga emas, butun ota-onalarga ham aytgan bo'lardim. Agar bitta kitobni olib, bolamiz bilan o'qisak, birga mutolaa qilsak, bir-birimizga mehr bersak, bizda mana shu jarayonlar kamayib ketyapti. Ota-onalar o'zi telefonda, bola planshetda yoki qo'shimcha darslarda muloqot muvozanati buzilyapti. Ya'ni ota-ona bolasiga bo'lgan mehr muhabbat telefon orqali bo'lyapti-da. Bolasini
ona erkalab bolajonim san ana bu kitobda bu qahramonni qanday tasavvur qilasan yoki mana bu kitobdagi ana bu qahramonga o'xshashni istamaysanmi degan so'zlar kam. Hozir juda ko'p davlatlarda 16 yoshgacha bo'lgan yoshlardan telefonni olib qo'yish qonun sifatida kiritilyapti. Bizlarda hozir maktablarda o'tgan yildan boshlab hamma maktablarimizda telefonsiz maktab loyihasi joriy qilingan. Ya'ni ertalab bolalar telefonlarini shkafga keltirib qo'yadilar va ketayotganda oladilar. Mana hozir Buxoro viloyatida telefonsiz maktab loyihasi to'liq 12 ta maktabda amalga oshirish loyihasi yo'lga qo'yilgan. Buni sababi bor. Ya'ni bu yerda endi nafaqatgina o'quvchi, balki o'qituvchilar ham telefonsiz maktabga kirishi kerak. Va bu telefonsiz kirish jarayonida bilasizmi nima? Mana bolalarimiz agar telefon bilan o'tirgan bo'lsa, o'qituvchi savol beradigan bo'lsa, Google ga kiradi yoki ChatGPT ga kiradi-yu, savol berib, o'sha savolning javobini oladi va u qiynalmasdan turib shu narsani aytadi. Ko'ryapsizmi? Lekin telefon bo'lmaganda u kimga murojaat qilish kerak? U bilimiga, o'zini fikriga, o'zini fikrlash doirasi darajasida javob berish kerak. Balki mana shu narsalar amalga oshsa, bolalarimizni ijtimoiy tarmoq kerak emas demoqchi emasman. Uni ijobiy tomonlari bor. Lekin u shu bilan birga undan foydalanish darajasi bor. Foydalanish vaqti bor. Biz mana shu me'yordan oshib ketyapmiz. Ya'ni bolajonlarimiz kichkina yoshdan boshlab shunchalik telefonga berilganki, kichkina bolani qo'lidan, 3-4 yoshlik bolani qo'lidan telefonni olsangiz yig'laydi. Hech narsa bilan ovuntira olmaysiz. Faqatgina menga telefonni ber deydi. Bu nimadan dalolat? Bu ertaga bu bolamiz nogiron bo'lib qoladi. U fikrlay olmaydi. U telefonni ichidagi narsalar bilan harakat qiladi. U hayotda o'ziga kerakli bo'lgan manbalarni ola olmaydi. Mana shuning uchun ijtimoiy tarmoqlarni hurmatli ota-onalarimiz ham, hurmatli mana shu aytayapman, loyihalar juda ham ko'p qilinyapti. Lekin ijtimoiy tarmoqqa moyillik darajamiz juda yuqori. Gulchehra opa, siz mana shu kunga qadar yuqorida aytib o'tganimdek ta'lim-tarbiya bilan hamnafas edingiz. Xulosa o'rnida nimalarni aytgan bo'lar edingiz? O'zingiz uchun sarhisob qilib. Xulosa o'rnida ajoyib shoiramiz Zulfiya xonimni bitta she'rlari borda, o'tgan umrimga achinmayman. Ustoz bo'lganimdan achinmayman. Mana savol beradilar, agar siz qaytib tug'ilsangiz, yana shu kasbni egallarmidingiz? Ko'pchilik o'zini kasbini sevmagani uchun, o'zini kasbidan mehr topmagani uchun yo'q, men boshqa kasbni tanlardim. Men yo'q, albatta ustozlikni tanlardim. Bilasizmi? Men shu kasbim orqali juda ko'p mukofotlarga erishganman. Shu kasbim orqali shahar kengashiga deputat bo'lganman. Shu kasbim orqali viloyat kengashiga deputat bo'lganman. Oliy Majlis senatlariga borganman. Turli tanlovlarda ishtirok etganman. Hammasi kasbimning orqasida. Men albatta ustoz bo'lganimdan faxrlanaman. Lekin hammaga aytmoqchiman. Ustoz bo'lganda ham shunday ustoz bo'lingki, orqaga qaraganingizda shogirdlaringiz va siz o'stirgan o'sha nihollar bo'y cho'zsin va shunday bo'y cho'zsinki, shunday meva bersinki, u mevalardan butun dunyo bahramand bo'lsin.
Ustozim Gulchehra Ravshanovani salkam 10 yildan buyon taniyman. Buxoro shahrida 29-maktabda esa 2021-yildan buyon birga faoliyat yuritamiz. Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari lavozimida ishlayman. Shu faoliyatim davomida ustozdan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Har bir faoliyatim davomidagi tushunmagan har bitta jihatni obdonlik bilan, sinchkovlik bilan o'rgatadilar. Bundan tashqari deputat hisoblanadilar. Shu deputatlik faoliyatlarida ham kerak bo'ladigan har bitta siyosiy narsani ham bizga shu faoliyatimiz davomida o'rgatib boradilar va shu faoliyatlarini juda ham shu qiziqaman. O'quvchilarni tanlovlarda, tadbirlarda faol ishtirok etishi uchun, tanlovlarda shu o'quvchilar yuqori natijalarga erishishi uchun har bitta shu bolani qanday tanlash, qanday yo'naltirish, masalan, qaysi o'qituvchilar bilan faol ishtirok etishi, qaysi o'sha tanlov qaysi o'qituvchiga ko'proq mos tushadi va u o'sha o'quvchini iqtidorini namoyon qilib biladi. Mana shu jihatlarini sinchkovlik bilan o'rgatganlar va shuni natijasida demak hozirgi kunda barcha ma'naviy ma'rifiy yo'nalishda o'quvchilarimizning tanlovlardagi natijalari juda yuqori. Shu 5 yil davomida juda yuqori o'quvchilarimiz natijalarga erishib kelmoqda. Xalqaro tanlovlarda, respublika miqyosidagi tanlovlarda va ekologik yo'nalishlardagi tanlovlarda ham juda yuqori natijalarni ko'rsatib kelyapti va eng bitta nima deydi, havas qilsa arzigulik, ya'ni bizlarga o'rnak bo'ladigan xususiyatlari o'quvchi kichkinagina yutuqqa erishgan bo'lsa ham buni juda yaxshi e'tirof etadilar va u o'quvchiga motivatsiya bo'ladi va buni natijasida o'quvchi keyingi tanlovlarda yaxshi tayyorgarlik ko'radi yoki agar o'zimiz xohlagan natijaga erisha olmay qolsak, oqsab qolgan tomonimizni, bo'shlig'imizni to'ldirib birga faoliyat olib boryapmiz. Bizga motivatsiya berish bilan bir qatorda, demak, tan olib aytish kerak, juda qattiqqo'llar. Ya'ni har bir ishda nima deydi, sinchkovlik bilan yondashadilar uchun har bir ishni kichkina detaligacha ahamiyat beradilar va bizdan shu narsani talab qiladilar. Agar bu kishi talab qilmasalar, biz yoshligimizga borib yoki sal dangasalik qilib tashlab qo'ymoqchi bo'lgan joyimizda bizni yana bu vaziyatdan olib chiqib, ya'ni nazorat qilib turadilar, tekshirib turadilar. Butun maktab jamoasi, demak, rahbarimizni boshchiliklarida ko'rsatayotgan yo'l yo'riqlari asosida, demak, shu ta'lim tizimimizni ko'tarishga, maktabimizning nufuzini ko'tarishga va o'quvchilarimizni bilimini oshirishga harakat qilib kelyapmiz. Xulosa qilib aytganda, bugungi davr qahramoni ko'rsatuvida o'z kasbiga sadoqatli, yosh avlod ta'lim tarbiyasiga munosib hissa qo'shib kelayotgan fidoyi o'qituvchi faoliyati haqida so'z yuritdik. Ustozning mehnati, izlanishi va shogirdlari kelajagiga bo'lgan mas'uliyati har qanday e'tirofga munosibdir.